Assalomu alaykum aziz obunachilarimiz. Nexi 2 mashinasi. Mana Nexi 2. Xo'p, bunga Cobalt sideni ustanovka qilib berdik. Mana orqasi. Mana spinkalari. Qale. Orqaga ham odam bemalol sig'adi. Nexia'ning o'zini radnoydan ancha aqlli. Mana oldi ham. Kecha xo'p Nexia'ga Lacetti sideni ustanovka qilganimizdan syomka qilganimda xo'p Cobalt ham qo'ysa bo'ladimi deganlar uchun maxsus. Mana Cobalt. Lekin rulda o'tirganda vash udobniy ekan. Mana bunaqa ikkita joyi siqib ushab oladi. Nari tarafi ham. Mana bu yo'llarni ham ko'ryapsizlar, tepaga bundoq bo'rtib chiqqan. Nari tarafi ham. Lekin rosa Nexia'ga zo'r ekan, udobniy tushar ekan. Kimga shu ishlar qiziq bo'lsa, telefon nomeri yozib qoldiraman. Mercedes deysizlarmi? Xo'p, Lacettimi, Cobaltmi o'zimizda ham bor. Olib kelsanglar, ustanovka ham qilib beramiz. Hop, dalshi bu mashinada qilayotgan ishlar orqasiga tonirovka uramiz hozir. Tag'in pult, video registrator bunga ham, u yoq bu yoq mayda-chuyda ishlarni hamma kam ko'stini qilib beramiz. Telefon qilinglar, murojaat qilinglar, sog' bo'linglar.